Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun Gujit.com haqida yana gaplashamiz. Gujit.com bu asli o'zi yagidi goji. Qaysi bir davlatlarda inglizchada, Yevropalarda goji beri deyiladi. Xitoyda kitayskiy dereza deyiladi. Hozir bizga taqiq qo'yilgani uchun mana shu narsani nomini o'zgartirdik. Gujit.com deb. Chunki nomini o'zgartirmasak bo'lmasdi kelam. Buni birovni brendidan foydalanib bo'lmayganda, bu yagidi goji birinchidan Rossiyaga qarashli, ikkinchidan menga mulk agentligidan qo'ng'iroq qilishdi-ku, shunga o'shqash mevani patentlagan ekan kimdir. Tak что patent qila olmaysiz dedi, keyin Gujit.com deb nomini o'zgartirdik. Bu Gujit.comda shifobaxshligiga keladigan bo'lsak, aytdim-ku, qaysi bir davlatlarda bu mo'jiza yagidisi deyilganda, chuda yagidi. Lekin haqiqatdan bir mo'jizaviy yagidi desa ham bo'laveradi. Buni shifobaxshligiga keladigan bo'lsak, bu deyarli hamma kasalga to'g'ri keladi. Faqat mumkin emas degan joyi bor. Kategoriyasiga mumkin emas deyilgan, mana qizil narsaga allergiyasi bor insonlarga iste'mol qilish umuman mumkin emas. Endi u qizil narsaga allergiyasi bor insonlarga nafaqat bu Gujit.com. Даже mana qizil narsa mumkin emas-da ularga. Qizil narsa yedimi badaniga toshma toshadi. Xot pomidor bo'lsin, xot tarvuz bo'lsin, nimaiki yesa. Endi unaqa kasallik 10 mingtadan bittada uchraydimi? Mana yosh bolalarga ham 3 yoshdan pastiga mumkin emas deyilgan. Mana emizikli ayolga ham mumkin emas deyilgan. Homiladorga ham mumkin emas deyilgan. Lekin doktorda ko'rsatmasi bilan, doktorga uni tushunadigan doktorda o'zi yo'q hozir bizda. O'sha uchun iste'mol qilsa bo'ladi. Homilador uchun ham kerakli narsasi bor, lekin ziyon qiladigan joyi ham bor. Mana B3, B9 vitaminlari homilador uchun juda bir kerakli vitamin. Buni tarkibida B6 ham bor-da. O'sha B6 mumkin emas homilador ayolga. O'sha uchun homilador ayolga mumkin emas deyilgan. Mana homilagacha yeyilsa juda bir yaxshi foydasi bor homilagacha. Keyin yana mumkin emas kimga? Qizil narsasi bor insonlarga mumkin emas, allergiyasi bor insonlarga. Keyin mana qonni suyultiruvchi dorilar bilan qo'shib iste'mol qilish mumkin emas, chunki o'zi qonni yaxshi suyultiradi-da. Uni 2 marta xarajat qilib nima qilasiz? Ham dorini ichib, ham buni ichib. Keyin mana temperatura qilib turganda mumkin emas. Kechga iste'mol qilsa uyquni qochiradi degan, kamroq dozada iste'mol qilsa bo'ladi. Chunki odam sal tetiklashtiradi-da. Mana bu aytilgan B9 vitaminlar, B12lar odamni tetiklashtiradi. B6 ispokoyt qiladi odamni. O'sha uchun kechga iloji boricha iste'mol qilgan taqdirda ham kam iste'mol qilish kerak. Avvalo iste'mol qilmaslik kerak. Shu kuniga ertalab obedga iste'mol qilingani o'zi normal bo'ladi. Masalan, ertalab 15 gram, obedga 15 gram ovqatdan ildiy, ovqatdan shu bir 10-15 minutda ildiy qaynagan suvga dimlab iste'mol qilsa bo'ladi deyilgan. Buni o'zini yeb orqasidan iliqroq suv ichib yuborsa ham bo'laveradi. Lekin mana dimlab qo'yib, issiq mevasini ichib, suvini ichib, mevasini yeb yuborgani shifobaxshlik yaxshi yegan. Yaqday holda iste'mol qilmaslik kerak. Masalan, hozir Gujit.com mevalarni asosan yoshi ulug' otaxon, onaxonlar iste'mol qilyapti-da. O'zi yosh ketavergandan keyin yaqday suvni o'zi yaxshi qilmaydi-da. Yaxshilikqa etmaydi. Shu uchun tanadan baland bo'lgan issiqlikdagi suvda iste'mol qilinishi kerak. Uni barigidan ham Gujit.com daraxtini bariklaridan ham foydalansa bo'ladi. Bariklari ham juda bir shifobaxsh. Buni qaynagan suvga choyda yoqib kun bo'yi ichaversa ham bo'laveradi. Endi mevasi kuchli emas, ular sal mevasidan silabroq, lekin yaxshi effekt beradi u ham.
doimiy iste'mol qilaversa bo'ladi. Faqat me'yoridan ko'p iste'mol qilib qo'ymaslik kerak. Mana kunlik normasi 15 grammdan 50 grammgacha deyilgan. Kimlar qaysidir kasallarga 50 gramm ham iste'mol qilsa bo'ladi-da. Undan oshib ketgani ziyoni bor. Davlni ko'taradi degan, ko'ngil ayniydi, ishni suraveradi, yurak tez urib qolishi mumkin deyilgan. Lekin boshqa nojo'ya ta'siri yo'q mana. Ayrimlar qo'ng'iroq qilishyapti, men oshqozonim boshqacha buzildi deb. Yo'q, buni hech bir oshqozon buzaydigan xususiyatlari yo'q. Balkim oshqozoni, qaysi kim bittasi qo'ng'iroq qilib, buyragim og'ridi, purishib berdi. Yo'q, buyrakka ham purishib bermaydi. Faqat me'yordan ko'p iste'mol qilgandagina nojo'ya ta'sir ko'rinadi. Buni shu kam bo'lsa ham doimiy iste'mol qilib yurish kerak, doimiy. Kasalliklarga keladigan bo'lsak, deyarli barcha kasalliklarga to'g'ri keladi. Qaysi bir kasal yo'qki, qon bilan taalluqlanadi. Hamma kasallik qon bilan bog'liq. O'sha uchun qoningiz yaxshi normada suyulib, qoningiz toza bo'ldimi, hazm yaxshi bo'ldimi, hamma kasallikni o'tsa bo'ladi. Faqat yaxshi niyat qilish kerak, yaxshi kayfiyatni yaxshi qilish kerak. Xursandchilik bilan davolanib yuraversangiz, har qanday kasallik so'rilib ketadi. Bu surunkali kasalliklar bu insonga xos kasalliklar emas-da. Masalan, saqir, davleniya, yurak yetishmovchiligi, insonning o'zini ichidagi organlar kuchli vrachga ega bo'ladi. Har qanday dardni yengib o'tishingizga yo'l beradi. Faqat unga mushayt qilmaslik kerak. Kayfiyatingiz yaxshi bo'lsin, yeb ichishingizga e'tiborli bo'ling. Qorinda dimlanish bo'lmasin, ichakda tiqilish bo'lmasin, ichakda zaharlanish bo'lmasin, ich qotmasin, immunitingiz baland bo'lsin, modda almashinuvi yaxshi bo'lsin. Hamma kasallikni o'tsa bo'ladi. Mana shu yuqorida aytilgan immunitet ko'taruvchilar bari bu budjetda mevasida mavjud. Immunitet ko'taryapti, qonni suyultiryapti, qon tozalayapti, qon aylanishi, modda almashuvi, ichaklar tozalayapti, qabziyatni oldini olyapti, hazmni yaxshilayapti, o't qopidagi dimlanishlarni olyapti, o't qopidagi buyrakdagi toshlargacha parchalab tushiryapti, jigarni yog'lardan, toksinlardan tozalab beryapti. Mana ko'zning nuriga keladigan bo'lsa, tarkibida bir zeoksidan degan moddalar bor. Ko'zning nurini kuchaytiradigan. Melanin degan moddalar bor, bu teriga rang beradigan. Faqat doimiy bir me'yorda iste'mol qilib yurish kerak. Bir me'yorda iste'mol qilish uchun uyda обязательно ko'chati bo'lishi kerak. Chunki doimiy sotib olib iste'mol qilishga qimmatlik qiladi. Mana ko'chatni rivojlantirish uchun bir 2 yilgacha deyapman, qo'ng'iroq qilib, doim maslahat olib turingizlar. Qolgan boshqa kasalliklar hammasini yengib o'tadi. Yengib o'tsa bo'ladi ham, imkoni ham bor. Xudoga katta pulda aptekalarga xarajat qilmasdan yaxshi kayfiyatda o'sha daraxtlarni rivojlantirib, o'shandan iste'mol qilib yuraveringizlar. Menda hozirda bir nechta kasalliklar bo'yicha iste'mol qilinyapti-da. Endi to'g'ri hammasini ham sinab ko'ra olmayapman, ya hammasi ham qo'ng'iroq aytib turgani yo'q. Shu qo'ng'iroq turganlar hammasi yaxshi deyapti. Hamma 4 yildan beri savdo qilib kelyapman, hali biron marta men bir nojo'ya xalqdan nojo'ya gap eshitganman. Hammasi millatlar bo'lib qo'ng'iroq qilishadi. Bu men uchun juda bir oliy sharaf. Insonlardan bir yaxshi gap eshitish, yaxshi duolar qilishi men uchun juda bir sharafli ish bu. Ayrim negativchilar ham chiqadi, o'zi ular bu go'jetdagom haqida umuman tushunchasi yo'q. Lekin bu mevang hech nima emas deb, buni doimiy iste'mol qilib yurgan odamda semirib ketish bo'lmaydi. Kimning odamni yoshartiruvchi, umrni uzaytiruvchi xususiyatlari bor. Umrni uzaytirish xususiyatlarida bir ikkita video chiqaruvdim, boshim balo qoldi ulardan. Shu mevani ham Allohimiz yaratib qo'yibdi, shu xalqim, elim iste'mol qilsin deb. Mening o'zim yaratganim yo'q, Xudo yaratgan, o'shani xalqqa taqdim etyapmiz. Organizmi toza bo'lgandan keyin, ichaklar, qon yaxshi bo'lgandan keyin odamzod uzoq umr ko'radi-da. O'sha uchun uzoq umr, sog' salomat yashangizlar. Oila, nevaralarga bosh bo'lib doim qo'ng'iroq qilingizlar, Telegramda yozingizlar, kommentariyaga yozingizlar. Mana shuni ichyapman.
Mana shunaqa yaxshi tomonlari ili yomon tomonlari. Shtabi xalq bilsin, xalq o'rgansin. Tabiiy narsalarga, tabiiy giyohlarga o'rgansin xalqimiz. O'shanda anchagina dorilar pulidan qutulgan bo'lamiz. O'zi bu dori aptekalar bir O'zbekistonda rivojlanib ketgan. Boshqa davlatlarda aptekalar bunday rivojlanmagan. Endi biz ham giyohga qaytishimiz kerak, tabiiy giyohlarga. Baribir tabiiyda kasalliklarni barcha kasalliklarga to'g'ri keladi. U jigardagi muammoga, o'tdagi poliarteritismi, teri kasalligi deysizmi, ko'z nuri deysizmi, yurak yetishmovchiligi deysizmi, hamma kasallikka to'g'ri keladi. Faqat shu me'yordan ko'p iste'mol qilmasangizlar bo'ldi. Uzoq vaqt iste'mol qilib kerak. Uzoq vaqt iste'mol qilgandan keyin har qanday darddan forig' bo'lsangiz bo'ladi, har qanday darddan. O'sha uchun o'ylanmasdan bemalol iste'mol qilib ketaveringizlar. Qo'ng'iroq qilib gaplashib tursangiz undan ham yaxshi bo'ladi. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Doim sog' bo'lingizlar, kasal bo'lmangizlar. Mana ovqatlanish madaniyatiga ham sal e'tiborli bo'lingizlar. Qorin to'yib ketishdan oldin ovqat to'xtatingizlar. Kechki ovqatni sal baroqroq yeb olingizlar, qarong'i tushishdan oldinroq. Chunki kechki yegan ovqat hazm bo'lmaydi-da. Mana kunduzi baroqroq yeb olsangizlar, hazm baroqroqqina bo'ladi, keyin jigar ishlaydi. Jigar qonni obработка qiladi kechasi bilan, qonni suyultirishga. Bu jigarlarda ham jigarda ishi qolmay qoladi-da, ulgurolmay qoladi jigarlar. Qonni tozalab qilishlariga. O'sha uchun kechki ovqatni nihoyatda qisqartirish kerak, iloji boricha baroqroq, tez hazm bo'ladigan ovqatlardan ovqatlanish kerak. Mayli, e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lingizlar, kasal bo'lmangizlar. Tushunmovchilar bizga qo'ng'iroq qilib maslahatlashib turingizlar. Mayli, ishlaringizga muvaffaqiyat hammalaringizga.